Zerikarli videolarimga xush kelibsizlar, hurmatli do'stlar. Biz Rasuljonning uyidamiz. Kecha darvozalarni o'rnatdik. Ichkarida esa ish to'xtovsiz davom etmoqda. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, 2-3 kunda qilingan ishlar полностью stяжка boshdan oxirigacha bo'ldi. Hattoki ko'cha tomoniga ham stяжкani quydik. Mana bu aristonlarimiz keldi, ya'ni santexniklarimiz уже suvni yer tagidan olib o'tish harakatiga tushishdi. Shuvoqchilarimiz devorlarning shuvoqlarini deyarli 50% qilib bo'lishdi. Xudo xolasa pollarni ham quyib chiqishdi уже. Bu yerda endi bu mahalla kanalizatsiya yo'qligi uchun biz har doimgidaqa sun'iy kanalizatsiya o'tkazish harakatidamiz. Rasuljon, qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Rasuljon, qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Yaxshi bo'lyaptimi qurilish? Muammolar yo'qmi? 10 kunda bitiramiz. Tak. Gapimni davom ettiraman. Bu yerda o'sha iloji yo'qligidan sun'iy ravishda biz kanalizatsiya o'tkazyapmiz, ya'ni qazib olamiz deganim uzr. Beton ishlari bo'lgan. Rasuljon oylari ham juda xursandlar. Yog'oz ovqatlarni qilib berib turishibdi. Kim hissa qo'shmoqchi bo'lsa, albatta majburiy emas. Hissa qo'shing. Tez kunda mana zaborlarni ham ko'tardik. Xudo xolasa tepalarni ham nima deydi, kaziroklarni ham qilib chiqamiz. Hozir elektrikimiz kelyapti aytgancha, shuni aytmoqchiman. Elektrik keltirib bozorlikni qilganmiz. Hamma simlarini o'tkazishadi. Ertaga xudo xolasa mana bunaqa arkaponchilarimiz keladi, oldin yopib beradi. Shunaqa tez kunda Rasuljonni ham necha yillardan beri 5 yil bitmayotgan uylarini xudo xolasa 2 hafta 3 haftada bitiramiz. O'zim uchun emas, shu Rasuljon uchun, ustalar uchun, shu uyda qurilishlarini zo'r bitirishimiz uchun kim hissa qo'shgan bo'lsa, duo qilib qo'yasiz, hissa qo'shganlar. Amin. Shavkatga baraka bersin. Hamma barcha aka-ukalardan Alloh rozi bo'lsin. Barcha akamiz rozi bo'lsin. Allohu akbar.